Bugun o'quv markazimizda uzki guruhimiz bilan mana bular hammasi tez kunda o'qituvchi bo'ladigan bolajonlar inshaalloh. Bolajonlar emas, o'sha bular mujiklar. Ha, biz hozir dars qildik, shashka shaxmatlarni o'ynadik. Mana endi orasida ale. Mana endi orasida hozir hamma yoni qop-qorong'i qilib qo'yib, aynan YouTube kontent uchun bekimacha o'ynab, uni muxtini sizlarga ko'rsatib bermoqchimiz. O'zi ancha bo'lgan edi. Anchadan beri biz bunaqa o'ynamayapmiz. Akam mamamlar. Hop, o'shani aytaman, ancha bo'ldi-yu. Ancha bo'lib qoldi. Ha, bo'ldi. Qani endi bet svetini o'chiramiz. Hozir topolmaydi hozir. Narigisini yoqib ana aytdim, topolmaydi. Bo'ldi. Ey, men bitta jaluzisini yaxshi yopmabsizlar, yu. Yaxshi yopilmagan. Yop, voy, ha, qorong'i. Yaxshi yopilmabdi. Davay. Bilasizlar nimaga hozir spechkasini yoqib yuribdi Imron? Imron. Aldama. Men ham sandalligimda lekin shunaqa edim Imron, qorong'ulikdan qo'rqardim. Men balandlikdan qo'rqmayman. Men balandlikdan qo'rqaman. Men balandlikdan qo'rqmayman. Men qo'rqmayman, qorong'ulikdan juda qo'rqaman. Ana tan oldi. Tan olish mardlik. Hech qachon tan olishga uyalmaylar. Bo'ldi? Shuni yopamiz. Taki betdiki ham hal bo'ldi. Hamma yoniga cho'tki bo'ldi. Mana atmosfera, qo'rqimchilik. Xo'p, nima qilib sanaymiz? Nomerda ana bo'lmasam boshlandi. Nomerda sanaymizmi? Nimada sanaymiz hozir? Alifbol narsani qo'yamiz, shtraflarga, qizlarga. Bo'lsa kirib kelamiz, anta qo'yamiz, bekinganimizdan biloladi-yu. O'g'limiz bilan. Farqi yo'q. Mana diskoteka. Qanaqa diskoteka? Olib yuring mashina. Hop, nima qilamiz? O'ynaymiz. Bo'ldi. Hop, alif. Voy, meni yoni ham jaluzisi yaxshi yopilmagan. Soni o'rniga alif qilamiz. Muhammadsiz yopib Ana o'zbekchasiga stol qo'yib yuboramiz. Alif pulga, batunsa. Mana farosat bor. O kiyimni yechgan holatda. O Maugli. Mana bu o'zi o'qituvchilarning oshxonasi. Bugun o'quv markazimiz yopiq. Lekin bu yerda ochuv dars qildik bugun. Mayli. Ha, og'ir. Ha, bechara krosovkasini yechib yana qaytadan taqdi. Bu iso mamnunmi? Nima? Mamnun. Vishilka-ku. Ha, buni ichida suv bor. Ana, banani turadi. To'g'ri. Afsha qo'shilib qo'ydi banasidan. Ketdi, o'chire. Ketdik. Mana bizning darsxonamiz. Mana hozir bolajonlar sizlarga fokus ko'rsatishadi. Yo'q, ana spichkani o'zini qilgan Imron ko'rsatamiz. Yonishini. Better, menga saytni bergan. Ha, video mo'shib turishim kerak. Yoniga borib qo'ying, yoniga keyin sirazi o'chir. Sana Bo'lmaydi-da. hop sen o'chirib tur. Bo'lmasa ko'rinmay qoladi. Muhammad Yusuf sen o'chir. Bettirga sen qilmayapsan. Hozir bittada bo'lib qolishadi-da. Tushunib qolishadi nimaligini. Ha. Bum. Bum bum bum. Voy, parod bo'ldi. Mana. Yaqin qilgan, o'shanda ko'rinadi. Al ko'rib qolishingiz mumkin. O, mana. Ana. Mana aboy fosforli-da, bularga vaqti qiziq bu narsa. Xo'p, bekimachani boshlaymiz. Ketdik, bo'ldi. Atmosferamiz tayyor bo'ldi. Day, oshxonadan tarqalaylik. Oshxona azgan yorug'roq ekan. Ustozini yana olib keldik. Imron, lekin spichkani o'chirasan hozir. Mana shu qo'rquvni yengamiz bugun bekimachoda. O'chirsan ham meni, signal berib qo'ysan-ku. Ustoz, sonni o'rniga alif boqilaylik. Alifun. Bo'pti. Men eng iste'dodli o'quvchimiz o'zi mana shu. Mana Muhammad Yusuf. Aktyor loyihasiga berish kerak o'zi buni. Ha? Hasan o'sha bekim bordimi? Hasan? Mana qarab turasiz. Voy, hali sanamadik-ku. Hop, qarab turing, mana yoqqa qarab turing. Qarab turing. Nima bo'ldi hozir? Yaramaslar. Ture. Hop.
Davay, 15 minutimiz qoldi. Yo'q. Ha? Nima qilamiz? Alifbo sanasini aytdim. Yo'q, usta. Hop, to'xtayli, taxminan aytaman. Hop, taxminan. G'oyin harfi kimga tushsa, o'sha odam saniydi, bo'ldi. Hop, o'zimdan boshlayman, ha? Tak, alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, ayn, g'oyin. Hasan, bo'ldi, sen saniysan. Davay, biz bekinamiz. O'zbek tilidan, arabchadan. Alifbo desana. Arab tilida sen ana qil, nima deydi? Raqamni sanaysanmi yoki alifboni aytib berasanmi? Alifboni sanasini. Alifbo aytib ber uni. Bo'pti, unda alifboni aytasan. Bo'ldi, oxirgi harfni aytguningcha biz bekim olamiz. Bo'ldi, qatta. Ataganimiz. To'tikal joyi qat bo'ladi. Mana turdim. Mayli? Bo'ladi. Bo'pti, davay. Lekin ofisxonaga kirish yo'q. Ha, ofisga kirish yo'q. Qaysi? Ano, direktor xonasiga kirish yo'q. Bo'ladi. 20 gacha sani. 20 emas, shu alifboni desanda 28 gacha bo'ladi shunda. 28. Ha, alif, ba, ta, sa, jim, ha, xo, shuna qilib sana, raqam aytma. Qayqib bekinamiz. U mamnuni o'chir, Imron sezib qoladi. Hozirda cho'tki joy bor. Xo'p. Voy, ana o'sha et bo'ldi. Voy, xudoyim. Hech kim yo'q menimcha bu yerda. Hozir iloji boricha ko'rsatishga harakat qilaman sizlarga. Kimlar bor? Tagi telefonni yorug'ligidan sezib qolganda ozgina qoldi. Hozir biz endi sarada chiqib borib, naryoqda to'takal qilib kelishimiz kerak. Hozir to'takalga chiqamiz, to'takalga. Muhammad Yusufga to'takalga ketdi Hasan hozir. Hozir endi biz borib Hasanga to'takal qilamiz. Voy, topdi, bizani topdi. Ay, boshimni urib oldim, ay. Voy. Hozir ko'rsataman boshimni nimaga urib olganimni videoni oxirida. Hozir ko'rsataman. Voy, to'takal. Hasan o'zimga bo'ldi. Mana o'zimga bo'ldi. Hop, kim qoldi? Imron qoldi. Ha, topinglar Imronni. Mana ekan. Men boshimni yomon urib oldim. Qayerga urib olganimni ko'rsataman, yaxshilar endi. Ha, bilaman. Men yoqqa urib oldim boshimni. Ustoz. Hozir yorug'ligiga pasaytirishlar mana. Men yoqqa urmana boshimni sendan bekinaman. SMS keldi menga. O'shandan sezib qoldingmi? Ha, o'shanda og'zingga. Ha, bezuk qolmaysanmi? Davay, yana 10 minutimiz bor. Ustoz, yana azgacha qo'shing. Muhammad Yusufdan otdimi? Ketdi. O'yin davom etadi. Bo'ldi endi men hozir videoni o'chiraman. Keyingi qismlarda yana ham qizuvlarni kutinglar boshqa o'yinlarda.